Diqqat, diqqat. Qidirilmoqda. Uyim joyim deydigan erkaklar qidirilmoqda. O, yangilikni zo'ra-ku. Biz ham qidiryapmiz. Iboli, hayoli, o'tmishi toza qizlarni qidiryapmiz. Diqqat qiling, qo'lida hunari bor, ro'zg'or tebrata oladigan yigitlar qidirilmoqda. Ba'zanda, ozoda, balagi tozasidan izlayapmiz. Ichmaydigan, chekmaydigan, yer ostidan dori qidirmaydigan bo'lsa edi, jon ber. Bormi shunaqasi? Erimni ota-onasi mening ota-onam deydigani, samimiy yaxshi ko'radigani bormi? Qayerdasiz? Ovoz bering. Xiyonat qilmaydigan erkaklar qidirilyapti. Qirilib ketmaganmisiz mabodo? Har kuni pul so'ramaydiganini izlayapmiz. Agar yer yuzida bo'lsangiz, ovoz bering. Ko'raylik sizni. Chunki tarixiy eksponatsiz. Karimov, eksponat kerak bo'lsa unda muzeyga boring. Chunki siz aytayotgan sifatlar bitta ayolda mujassam bo'lmaydi. Ojizani ojizaligicha qoldiring. Siz aytayotgan sifatlar ham bitta erkakda mujassam emas. Bir kam dunyoni to'ldira olmaysiz. Boricha qabul qiling, shunda o'z idealingizni topasiz.